Shu birinchiga umuman sut solmasdan tayyorladim desam ishonasizmi? Shunaqa teshik-teshikli sut solmasdan birinchi tayyorlash yo'lini aynan shu videoyimni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Bu videoyimdan keyin birinchi qilishga uyda sut yo'q degan bahonalaringiz umuman o'tmaydi. Xullas, xamir qiladigan idishimizga 500 mg, ya'ni yarim litr qaynoq suv solib, 1 choy qoshiq ichimlik sodasi, yarim choy qoshiq tuz, 2 osh qoshiq shakar, 50 mg yog' yaxshilab aralashtirib, 3 dona tuxumni birin-ketin chaqib solib, yaxshilab aralashtirib, 230 gram 5 sort unimizni solib, pinchik yoki mikser yordamida yaxshilab aralashtirib, shaqillab qaynab turgan 100 mg suvni solib, yana tez-tez aralashtirishda davom etamiz. Xuddi shunaqa quyuq suyuliydagi xamir hosil bo'ladi. Idealniy bilinchik, serteshik va yuqa bo'ladi. Buni ikkita katta siri bor. Birinchi katta siri albatta xamirida. Men aytganimdek, gramlarigacha o'lchab solsanglar, albatta o'xshaydi. Ikkinchi katta siri, tovani yaxshilab qizdirib, olovni o'rta olovdan ozgina pastroq olovda pishirsanglar, xuddi shunaqa serteshik chiqadi. Sutsiz bilinchikka nima deysiz? Sizga yoqdimi? Yurechani qizartirib, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Likey